Do'stlar, yangi lukka bitta e'tibor qaratamiz. Nima uchun modelga emasdan axlatdan kiyib qo'ydik buni? Jon, mantığımız shu. Mantığımız mijozlarimizga yaxshi narsalarni arzon narxda taqdim qilish. Agar do'konimizda sotuvchilar bo'lganda, biz servis ko'rsatganimizda yoki model olib, modelga pul to'laganimizda ularning hammasi albatta tanlarxga ta'sir ko'rsatadi, mahsulot tanlarxiga. Biz o'sha uchun maksimalni do'konimizda servisimiz ham yo'q, sotuvchimiz ham, hatto modelimiz ham uni axlarimizga kiydirib qo'yib chiqaryapmiz. Maqsadimiz har doim mahsulotni sizlarga qulay narxda taqdim qilish. Mahsulotni ko'rishlaringiz mumkin. Tez brendidan dvoyka, mana bu detallariga alohida mehr berib ishlangan va oyoqlarida Santone, demak, oyoq kiyimi kapchkasi. Bilasizlar, bu oyoq kiyim faqat premium butiklarda qimmat narxlarda sotiladi. Bizda bu narxini aytish mumkin? Kommentariyga yozib ketsinlar, shu necha pulga arziydi shu luk, necha pulga olgan bo'lardi. Narxni aytamiz bo'lsam, shuni. Yo'q, narxini aytmaylik. O'zi odatda har doim aytamiz, mayli bu safar aytmaylik. Yaxshi, kommentariyada ushbu luk necha pulga arziydi yozib qoldiring. Va akamiz modellikni davom ettirsinlarmi yoki axaralikda qolsinlarmi? Shuni ham yozib qoldiring.